Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa har doimgidek sizlarning vaqtingizni olmaslik uchun ushbu roligimizni darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz Euro-Kamaz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada. Mashina ishga tayyor holatda, xarajati yo'q, motor korobka hadovoylari ham zo'r. Narxi $35,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Surxondaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Kamaz avtomashinamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, balonlari ham yangi deyarli deyishyapti. Metan gazga ruxsatlari ham bor, mashinaning hujjatlari ham joyida. Narxi $12,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Xorazm viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz ham Kamaz bo'ladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, kamchilik yo'q, ishlab turgan texnika deyishyapti. Motor korobkalari ham yaxshi. Batafsil ma'lumotlarni albatta yana telefon orqali gaplashamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $15,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyati. Kamaz ishqibozlar uchun navbatda yana bir Kamaz avtomashinamiz 1993-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan, ishga tayyor, hujjatlar ham joyida, mashinaning kamchiligi yo'q deyishyapti. Demak, narxi $12,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Samarqand viloyati. Demak, navbatda yana bir Samasval Euro-Kamaz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, holati yaxshi, hujjatlari joyida, balonlar ham deyarli yangi deyishmoqda, zavodskoy metan gazlari ham bor. Mashina ishga tayyor, hech qanday muammo, kamchiligi yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $25,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Andijon viloyati. Navbatda esa Chakman avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, holati yaxshi, ishlab turgan mashina, hujjatlari joyida, motor korobka hadovoylari ham, rama, kuzoplari ham zo'r, hech qanday kamchilik yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $30,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Havo avtomashinamiz sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, korobka 10 talik, balonlar 90% atrofida, moslar esa manniki deyishyapti, oldi esa Super. Holati a'lo darajada, motor moy yemaydi, mashina ishga tayyor, hech qanday xarajat yo'q. Bekorchilar esa bezovta qilmaydi deyishyapti. Narxi $32,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Andijon viloyati. Demak, navbatda yana bir Havo avtomashinamiz sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobkalari zo'r, zavodskoy metan gazlari bor deyishmoqda. Hujjatlari ham joyida. Narxi $50,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Havo avtomashinamiz sotiladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probegasi 220,000 km deyishyapti. Holati a'lo darajada, 40 tonnagacha yuk oladi. Yuklarni ham o'zi ag'daradi deyishyapti. Balonlar ham deyarli yangi. Narxi $70,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa yana bir Chakman avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, mashinani ishga tayyor holatda, hujjatlari joyida, balonlar ham deyarli yangi, motor korobkalari ham zo'r deyishmoqda. Rama, kuzovlarda ham muammo yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $32,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, albatta videoga like tugmasini bosishda davom eting. Biz esa albatta yana davom etamiz. Bizda esa navbatda yana bir Chakman avtomashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, probegasi 117,000 km deyishmoqda. Mashinaning hech qanday kamchiligi, muammosi yo'q, holati zo'r holati deyishmoqda. Narxi $47,000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Sirdaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Barchangizdan iltimos qilib qolamizki, texnikangizni reklama uchun bizga yuborayotganingizda texnikangizni ishlab chiqarilgan yilni ham yozib yuborishni esdan chiqarmang. Bizda esa navbatda yana bir Samasval Chakman avtomashinasi. Ushbu texnikamizni ham ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan. Holati yaxshi, motor korobka zadnimoslari yaxshi, mashinaning kamchiligi yo'q, ishlab turgan texnikadan ma'lumot qoldirishgan. Narxi $230 million so'm aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Qoraqalpog'iston Respublikasi. Navbatda esa Samasval Isuzu avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy Isuzu avtobusdan terilmagan deyishyapti. Probegasi 384,000 km. Holati yaxshi, ishga tayyor, hujjatlari joyida, motor korobkalari ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Qoraqalpog'iston Respublikasi. Narxi esa $35,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy Isuzu deyishyapti. Xarajat yo'q, hujjatlari joyida. Manzil Navoiy viloyati. Narxi $370 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Qolgan ma'lumotlarni esa telefon orqali beriladi deb ma'lumot qoldirishgan.
Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probegi esa 162 ming deyishyapti. Holati yaxshi, bir qo'l minilgan, hujjatlar joyida, mashina ishga tayyor, hech qanday kamchilik yo'q. Narxi 560 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosvali Isuzu avtomashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 1000 km masofani bosib o'tgan deyishyapti. Hali yuk ortilmagan deb ma'lumot qoldirishgan. Mashina ishga tayyor, hamma joy zo'r. Motor korobkalar hali ochilmagan deyishyapti. Narxi 47 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Demak, navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka zadniy mo'stlari CNG hali ochilmagan deyishyapti. Konditsionerlar bor, ishlaydi, balonlar ham yaxshi holatda. Kuzov esa 27 kubalik deyishyapti. Narxi 27 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, balonlar ham yaxshi, metan gazlar ham bor, kraskalari toza, mashina ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishmoqda. Narxi esa 280 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa navbatdagi Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobka hadovoylari ham zo'r, kamchilik yo'q. Mashinaning kubasi 25 kubalik deyishyapti. Avtobusdan yig'ilgan, holati yaxshi, ishga tayyor. Narxi 21 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Isuzu furgon avtomashinamiz sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy turbina, 6 ta baloni yangi, yurgan esa 5 krug deyishyapti. Motor hali ochilmagan, hadovoylarda ham kamchilik yo'q. Narxi 27 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati. Navbatda esa samosvali Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, avtobusdan yig'ilgan deyishyapti. Motor korobka mo'stlar avtobusniki. Mo'stlar usilinni qilingan, motor hali ochilmagan, motor moy yemaydi, ishga tayyor holatda. Narxi 22 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Akalar, bugungi dasturimizning texnikalar shulardan iborat edi. Ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli o'tgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang. Agar ushbu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning navbatdagi dasturlarimizni ham muntazam tomosha qilishda davom etasiz.